Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor Alloh taologa hamd, payg'ambarimiz Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'pdan ko'p salovat va salomlarimiz bo'lsin. Bizlarga Alloh taoloning rahmati, payg'ambarimizning shafoati nasib aylagan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. 4-kitob 146-hadis. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ayollari qazoi hojat uchun tunda manosihga chiqishardi. U baland va keng joydir. Umar Nabiy sallallohu alayhi vasallamga ayollaringizni parda ortiga oling der edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam esa buni qilmas edilar. Kechalarning birida Nabiy sallallohu alayhi vasallamning zavjalari Savda bint Zam'a oqshom vaqti tashqariga chiqdi. U bo'yi uzun ayol edi. Umar hijob haqida oyat tushishini qattiq istagandan unga: "Hoy Savda, biz seni tanib bo'ldik", deb baqirdi. Keyin Alloh hijob oyatini nozil qildi. Manosih deb aslida baland va keng joyga aytiladi. Bu yerda esa o'sha davrda Madina shahri tashqarisidagi qazoi hojat uchun chiqiladigan maxsus kenglik nazarda tutilgan.